Ayrim biznes egalarida shunaqa mif bor. Hozircha 1S qo'yib turaylik. Qachon biznesimiz o'ssa, keyin SAP qo'yamiz yoki krutoy решение qo'yamiz. Shunda biznesimiz dalshi yana yaxshilashadi yoki rivojlanadi degan. Bu aniq mif. 1S ham, SAP ham yoki boshqa ham sizning biznesingizga sehrli tayoqcha emas. Biznesingizni u sistema hech qachon o'stirmaydi. Har doim biznesingiz o'sishi uchun IT решение bu 20% ni tashkil qiladi. Asosiy 80% ish bu biznesingizni o'stirish uchun o'zingizni o'zgarishingiz, biznesingizni transformatsiya qilish. Qachonki sistema qo'ymoqchi bo'lsangiz, parallelni biznesni transformatsiya qiling. Agar siz biznesingizni yangi bosqichga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, albatta IT решение qo'yishdan oldin, IT yechim qo'yishdan oldin tizimlashtiring, proseslarni to'g'ri shakllantiring, restrukturizatsiya qiling va birgalikda IT решение bilan birgalikda transformatsiya qiling. Transformatsiyasiz faqat IT yechim sizning biznesingizga o'sish bermaydi. IT yechim 20% rezultat beradi, transformatsiya 80%. Shuni esingizdan chiqarmang.